Hozir men sizlarga Shofirkondagi o'g'itma sharsharasiga borib, ne qiyinchiliklar bilan loylaga botib qaytib kelganimni aytib beraman. Hammasi Otabek akani Oqiljon, yuring, Shofirkonda bitta sharshara bor ekan, o'shaning oldiga borib, chotki bitta kontentchi ishlaymiz, borib o'shaning oldida qurto'ba pishiramiz degan gaplardan boshlandi. Va nihoyat 3-aprel kuni yo'lga otlandik. Tinimsiz 3 soat yurganimizdan so'ng yo'lda adashdik. Ustiga havoni ham avzoy buzuq. Yomg'irni quyishni boshladi. To'g'risi, ozgina qo'rqaman. Rostdan ham qo'rqqan edim, lekin va nihoyat hayotim kundaligidagi o'g'itma voqeasi boshlandi. Avtomobilimiz loyga botgan. Bir necha bor itarishimizga qaramasdan baribir loyga botib qolaverdi. Ammo lekin manzaraga gap bo'lishi mumkin emas va nihoyat biz yana botib qoldik. Qarochi quyosh botibdi. Biz ham botommiz. Mana manzarani kuchugi. O'g'itmadagi quyosh botishi shu qadar chiroyli ediki, 23 yil yashab umrim bino bo'lib ko'rgan eng chiroyli quyosh botishi mana shu bo'ladi. Va nihoyat tun. Baxtimizga bitta hamrohimizni telefonida aloqa bor edi. Sirazi telefon qilib yordam chaqirdik. Va nihoyat oradan naq 4 soat o'tgandan keyingina bizga va nihoyat yordam yetib keldi. Ana shu nemislarda hazillashib ham yolg'on gapirmaydi. Xush kelibsizlar va nihoyat bizani loydan tortib chiqarib oldilar. Emaklab toshbaqaga o'xshab sekingina loylardan chiqib oldik. Axir yetib keldik. O'g'ri ahvolda bir amallab yetib keldik G'ijduvonga. Maslahatim biror uzoqroq joyga borishdan oldin albatta yaxshilab tayyorgarlik ko'rib olinglar. Ob-havoga ham qarashni unutmanglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Video davomida necha marta va nihoyat so'zini ishlatdim, kommentariyada yozib qoldiringlar.